Assalomu alaykum do'stlar. Anatomiya fani osteologiya bo'limi kalla suyaklaridan yuz suyaklari qismini o'rganishda davom etamiz. Viscerocranium, ya'ni yuz suyaklari. Rejalarimizda har bitta yuz suyaklari o'rganib chiqiladi. Kalla skeleti kraniumni ikkita qismga bo'lgan edik. Ular neyrokranium, miya qutisi suyaklari va viscerocranium, yuz suyaklari. Neyrokranium suyaklari haqida o'rganib chiqdik. Viscerocranium, ya'ni yuz suyaklari tarkibiga mandibula, ya'ni pastki jag' suyagi, vomer, dimoq suyagi, osgidium, til osti suyaklari, ular toq suyaklar. Bundan tashqari maxilla, yuqoriga jag' suyagi, os palatinum, tangday suyagi, os lacrimali, ko'z yosh suyagi, os nazali, burun suyagi, concha nasalis inferior, pastki burun chig'anog'i va os zygomaticum, yonoq suyaklari kiradi. Quyidagi suyaklar juft suyaklar, yuqoridagi 3tasi toq suyak. Mana bu joyda ulardan ba'zilari ko'rsatilgan. Oldingi tomonda mana os nazali, burun suyagi, maxilla, yuqori jag', pastki jag', yonoq suyagidan tashqari bu joyda ko'z yosh suyagi ham mana bu oldingi tarafda ko'rinib turadi. Ko'z yosh suyagi, lacrimal bone deb qo'yilgan. Va ko'ringanlari shular. Yana bir qancha suyaklarni aytdik, ularni ham o'rganamiz. Yuqori jag' suyagi maksilladan boshlaymiz. Maksilla juft suyak hisoblanadi va yuz suyaklari orasida biroz murakkab tuzilgani hisoblanadi. Tana va 4 ta o'siqdan iborat qismlari. E'tibor beraylik, bitta korpus maksilla, yuqoriga jag' suyagining tanasi bor va korpusdan chiqqan 4 ta o'siq. Processus frontalis peshona o'sig'i, processus zygomaticus yonoq o'sig'i, processus palatinus tanglay o'sig'i va processus alveolar o'siq. Korpusdan boshlaymiz. Yonoq suyagining tanasini ichi bo'shliqli hisoblanadi. Peshona, ponasimon, g'alvirsimon suyaklarni ham ko'rgandik. Ular ham bo'shliqli suyaklarga kiradi. Yonoq yuqori jag' suyagi, ya'ni yonoq bo'lib qolibdi. Yuqoriga jag' suyagining bo'shlig'ini biz sinus maxillaris, ustki jag' bo'shlig'i deb ataymiz. Gaymer bo'shlig'i va aynan shu Gaymer bo'shlig'ining ochiladigan joyiga hiatus maxillaris, ustki jag' bo'shlig'ining yorig'i deb ataymiz. Bu ochiladigan joy konxalarning ostida qolib ketadi. 4 ta yuzasi bor jag' suyagining tanasida. Oldingi yuza facies anterior, facies orbitalis ko'z kosasini hosil qilishda qatnashadigan yuzasi, facies nasalis burun yuzasi, facies infratemporalis chakka osti yuzasi. Har bitta yuzada o'ziga xos tuzilmalar bor. Ularni ko'rib chiqamiz. Margo infraorbitali ko'z kosasining pastki chekkasi. Demak, oldingi yuzada ko'z kosasining pastki qirg'og'i, chekkasi joylashadi. Yuqorgi qirg'og'i qaysi suyakda edi? Peshona suyagida. Margo supraorbitalis. Foramen infraorbitalis ko'z kosasi ostidagi teshik, qon tomir va nervlar o'tadi bu joydan. Mana bu margoning ostida joylashadi. Fossa canina qoziq tishi chuqurchasi bor oldingi yuzada. Qoziq tishi ildizidan lateralroqda joylashgan. Va yana burun kemtigi incisura nasalis bo'lib, u oldingi yuzaning medial tomonida ikkala jag' suyagining ham yuqori jag' suyaklarining bir-biriga qaragan tarafida joylashadi. Spina nasalis anterior burunning oldingi o'tkir qirrasi, u ham oldingi yuzada ko'rinib turadi. Eslab qolaylik, buni spina nasalis posteriori ham bor, faqat boshqa suyak tarkibida. Mana oldingi yuza, mana bu qism. Oldingi yuzada nima ko'rinadi dedik? Mana bu qirra. Margo infraorbitalis. Uni ostida nima ko'ramiz dedik? Foramen infraorbital teshik. Va fossa canina bu joyda qoziq tishi orqasidagi chuqurcha. Va oldingi tarafida yana nimani ko'ryapmiz? Incisura nasalis. Mana bu qism. Incisura nasalis qismi va eng oldingi tarafda turtib chiqqan qismi spina nasalis anterior. Demak, mana bu joyda spina nasalis anterior yana ko'rsatilyapti. Mana o'rtadagi oldinga chiqqan o'siqcha. Demak, tana qismi markaziy qismi hisoblanadi. Ya'ni o'siqlari bilan adashtirib yubormasligimiz kerak. Nimaga mana bu pastga o'tib ketmadik? Chunki bu alveolar qism. Mana bu yuqoriga ham o'tib keta olmaymiz. Burun peshona qismlariga. Mana yana oldingi yuzasidagi qismlari facies anterior ko'rsatilyapti. Foramen infraorbitali, faqat bu sxematik tasvir. Keyingisi facies orbitalis, ko'z kosasiga qaragan yuzasini ko'rib chiqamiz. Ko'z kosasining pastki devorini hosil qiladi. Va medial chekkasida ko'z yosh suyagi, g'alvirsimon suyakning ko'z kosasi plastinkasi va tanglay suyagining ko'z kosasi o'sig'i bilan birikib turadi. Shu suyaklar bilan birikadi. U suyaklarni o'tganimizda ham gaplashamiz. Sulcus infraorbitalis ko'z kosasining ostki egati mavjud. Ko'z kosasining ostki yorig'i fissura orbitalis inferiorni chegaralaydigan orqa erkin chekkasidan boshlanadi. Bu sulcus, uni ham ko'ramiz hozir rasmda. Demak, sulcusimiz bor. Canalis infraorbitalis ko'z kosasining ostki kanali aynan shu sulcusdan davom etadi. Davom etadida oldingi yuzada ko'rganimiz foramen infraorbitalisga ochiladi. Mana sulcus infraorbitalis qayerdan boshlanadi dedik? Mana
Mana bu fissura orbitalis inferiorning oldingi qirrasidan boshlanyapti. Boshlanish joyi ko'rinib turibdi. Mana bu pushti rangdagi suyak, mana bu kattalashtirsak pushti qism yuqori jag' suyagi. Havo rangda turibdi. Ko'z yosh suyagi turibdi bu joyda. Bundan tashqari uni orqasida g'alvirsimon suyakning plastinkasi turibdi. Hammasini ko'rishimiz mumkin. Va bu joyda aynan shu gaplashganimiz sulkusdan boshlanadigan canalis infraorbitalis ochilyapti foramen infraorbitaliga. Sinus maxillarisga e'tibor beringlar, tananing ichki qismidagi buni ochib ko'rsatib qo'yilgan. Facies nasalis burun yuzasida nimalarni ko'ramiz? Burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda qatnashadi. Facies nasalis unga tanglay suyagi va pastki burun chig'anog'i birikib turadi. Demak, pastki burun chig'anog'i qayerga mustahkamlanar ekan? Aynan burun yuzasiga. Hiatus maxillaris ustki jag' bo'shlig'i yorig'i ham aynan burun yuzasida joylashadi, tanasining ichki yuzasida. Sulcus lacrimalis bor, ko'z yosh egati. Bu hiatus maxillarisdan oldinroqda joylashadi. Ko'z yosh kanalini hosil qilishda qatnashadi. Canalis nasolacrimalis burun ko'z yosh kanali. Ko'z yosh egatining ko'z yosh suyagi va pastki burun chig'anog'i bilan birikishdan hosil bo'ladi. Shuning uchun yig'lagan vaqtimizda aynan ko'z yosh kanali orqali ko'z yoshimiz burun bo'shlig'iga ham o'tadi. Crista conchalis chig'anoq qirrasi ko'z yosh egati oldida joylashadi. Pastki burun chig'anog'i shu joyga birikadi. Mana yuqorida aytdik-ku, pastki burun chig'anog'i birikadi deb. Aynan qayerga ekan? Crista conchalis qismiga. Mana burun yuzasi, e'tibor beraylik. Nimalarni ko'ryapmiz? Hiatus maxillaris katta bo'lib joylashyapti. Undan oldinda sulcus lacrimalis joylashyapti. Undan ham oldinroqda crista conchalis. Bu joyga pastki burun chig'anog'i birikadi. Va crista etmoidalis u yuqoriroqda, ya'ni peshona o'sig'ida, shuning uchun uni aytmadik. Facies infratemporalis, ya'ni bu endi tashqaridagi yuzasi bo'ladi. Tashqi va orqa chakka osti va qanot tanglay chuqurchasini hosil qilishda qatnashadi. Uni oldingi yuzasidan yonoq o'sig'ining asosi ajratib turadi. Ya'ni oldingi yuza bo'lsa, yonoq o'sig'ining asosi, demak, orqa yuza bilan facies infratemporalis bilan ajratib turadi. Tuber maxillasi bor. Bu joyda ko'rinadigan ustki jag' suyagining do'mboqchasi. Tuber maxillaning o'zida yana foramen alveolariyalar, kichik katakchalar bor. Buni tish katakchalari teshiklari, ya'ni alveolar teshikchalar deymiz. Canalis alveolaris boshlanadi aynan shu foramen alveolariyadan. Tish katakchalari kanallari va ular suyak ichiga ochiladi. Qayerga? Tishlarning alveolasiga. Sulcus palatinus major mavjud, katta tanglay egati. Do'mboqchadan medialroqda vertikal joylashgan va aynan shu kanal nomdagi kanal, ya'ni canalis palatinus majorni hosil qilishda qatnashadi. Mana bu joyga e'tibor beramiz. Orqa tomoni tuber maxilla va undagi foramen alveolariyalar ko'rsatilgan. Haqiqiy suyakda ham mana bu joyda foramen alveolariya deb qo'ygan, orqa tomonda bo'ladi bular. Demak, do'mboqcha va kanalchalarni ko'rdik. Processus maxilla qismiga o'tamiz. Tana qismini gaplashdik. Endi o'simtalarni gaplashamiz. Yuqori jag' o'simtalarini. Ulardan birinchisi processus frontalis, yuqoriga yo'nalgan o'siq, peshona o'siq. Tananing oldingi va ko'z kosasiga qaragan yuzalari o'rtasidan boshlanadi. Yuqori uchi peshona suyagining burun qismiga yetib boradi. Peshona suyagini processus nasalisi bor edi. Buni bo'lsa, yuqori jag'ni bo'lsa processus frontalisi bor. Bu joyda nimalarni ko'ramiz? Ichki yuzada ko'rdik. G'alvirsimon suyak qirrasi. Crista etmoidalis. O'rta burun chig'anog'i shu joyga birikadi. Crista lacrimalis anterior. Oldingi ko'z yosh qirrasi. Ko'z yosh suyagi bilan birga ko'z yosh qopchasini joylashadigan chuqurchani hosil qiladi. Qaranglar, Crista lacrimalis anterior deyapmiz. Buni posteriori ham bor. Faqat posteriori ko'z yosh suyagining tarkibiy qismi hisoblanadi. Keyingi o'sig'imiz processus zygomaticus, yonoq o'sig'i. Suyakning yuqorgi lateral qismidan boshlanib, yonoq suyagi bilan birlashishga xizmat qiladi. Mana e'tibor beraylik. Mana o'siq, peshona o'sig'i qayerdan chiqyapti dedik? Ko'z kosasi yuzasi va oldingi yuzaning o'rtasidan chiqyapti. Qanday qismlari bor dedik? Crista lacrimalis anterior mana yozib qo'yilgan. Crista lacrimalis anterior mana bu bo'lsa, orqasida ko'z yosh suyagida posteriori bor. Crista etmoidalis mana ichki yuza tarafda. Bu joyga o'rta burun chig'anog'i birikib turadi deb aytdik. Processus alveolaris. Bu joyda yuqoridagi rasmda bundan tashqari mana yonoq o'sig'i ham ko'rsatilgan. Processus zygomaticus lateral tomonga chiqyapti. Processus alveolaris, alveolar o'siq suyak tanasidan pastga chiqadi. Tepaga yonoq bilan frontal o'siqlar ketdi. Endi pastga alveolar o'siq ketyapti. Alveolar o'siq suyak tanasidan pastga chiqadi. Unda alveolar yoy mavjud. Alveolar yoy yuqorgi jag'da ham, pastki jag'da ham mavjud. Mana bunday bo'lib joylashgan yoy bo'ladi. Unda tishlar joylashadi qator bo'lib. Yuga alveolariya, alveolar tepaliklari bor. Alveolar o'siqning tashqi yuzasida joylashgan do'mboqchalar, tish joylashgan sohalarning bo'rtib chiqqan qismlari. Va alveoli dentalis joylashadi. Arkusda tish alveolalari.
Tish alveolalarining orasida to'siq bor. Septa interalveolaria. Alveolalar aro to'siq. Bu alohida tishlarni bir-biridan ajratib turadi. Bundan tashqari, bitta alveoli dentalisning ichida septa interradicularia ham mavjud. Bu tish ildizlari orasidagi to'siqlar hisoblanadi. Mana bu qism alveolar o'siq. Mana bu joy arcus alveolaris, mana ko'rinib turibdi, yoy shaklida joylashyapti. Yuga alveolariga e'tibor beraylik. Bo'rtib chiqqan qismlar. Yuga alveolaria. Ostki tomondan qaraganimizda yana qo'shimcha qismlarni ko'ramiz. Qaysi qismlar ekan? Alveoli dentalis, tish joylashadigan chuqurchalar va har bitta alveolani ichida bo'lishi mumkin bo'lgan septa interradiculaриялар va alveolalarni ajratib turgan septa interalveolariyalar ko'rsatilgan. Mana e'tibor beraylik, septa interradicularia deganimiz bitta alveolani ichida ildizlarni ajratib turadi. Septa interalveolariya bo'lsa alohida tishlarning alveolalarini ajratib turadi. Demak, gaplashdik qismlarni. Va keyingisi processus palatinus qismiga o'tamiz. Mana bu qism tanglayni hosil qilishda qatnashadigan mana bu qism processus palatinus. Shu o'simtasi qolib ketganda suyakning burun yuzasidan boshlanib gorizontal joylashadi. Demak, burun yuzasini suyakni ko'radigan bo'lsak, hozir rasmi chiqadi. Gorizontal joylashyapti mana, tekis. Yuqoriga tanglayimizning boshlang'ich qismi bor-ku, shu yuqori jag' suyagidan iborat, qattiq tanglay. U qarama-qarshi o'siq bilan birikib qattiq tanglay hosil qilishda qatnashadi. Crista nasalis burun qirrasi bo'ladi. Unda o'ziga xos o'siqning medial erkin qirrasidagi yuqoriga ko'tarilgan qirra. Ya'ni ikkala tomonda ikkala jag' suyagining o'siqlari birikadigan joyda yuqoriga qarab, burun bo'shlig'iga qarab crista nasalis hosil bo'lgan va u joyga dimoq suyagining pastki chekkasi birikadi. Spina nasalis anterior oldingi burun o'sig'i tana qismining oldingi yuzasida ham ko'rinadi deb aytdik. Va aynan qaysi qismini tarkibiy qismi ekan bu, endi aytadigan bo'lsak, shu burun qirrasining davomi ekan. Mana bu burun qirrasining oldinda tugashi ekan. Sulci palatini, ya'ni tanglay egatlari bor. O'siqning pastki yuzasidagi bo'ylama chiziqlarni ko'rishimiz mumkin. Pastki yuzada, og'iz bo'shlig'iga qaragan yuzasida. Va canalis incisivi, kurak tishlari sohasidagi kesuvchi kanalimiz bor. Burun va og'iz bo'shliqlarini bog'lab turadi bu. Mana pastki yuzasidan e'tibor beraylik. Mana bu bo'ylama chiziqlar. Bo'ylama chiziqlar sulcus deb aytdik. Sulci palatini. Va o'rtada ikkalasi ikkita jag' suyagini tanglay qismlari birikib sutura palatina medianani hosil qilyapti. Va foramen incisivum ko'rinyapti. Bu ostki yuzasi, shu joydan kanal o'tadi mana. Canalis incisivus burun va og'iz bo'shliqlarini tutashtiradi. Yuqoriga qaragan tarafida crista nasalis ko'rinyapti. Ikkala suyakni birikadigan joyida. Mana bu joyda yanada yaqqol ko'rinyapti. Crista nasalis oldinda spina nasalis anterior bo'lib tugayapti. Va canalis incisivus bu joyda ko'rsatilyapti va sulci palatinilar ko'rsatilyapti, hammasi tartib bilan. Demak, yuqorgi jag' suyagi haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi yuz suyagimiz bu yonoq suyagi, os zigomatikum. Os zigomatikum yuz suyaklari orasida eng qattig'i hisoblanadi. Kallaning miya va yuz qismlari suyaklarini bir-biriga qo'shib turadi. Ya'ni chakka suyagi bilan ham birikadi, peshona bilan ham birikadi va yuqori jag' bilan ham birikadi. Miya bilan yuz qismi biriklashyapti. Peshona, chakka, ustki jag' suyaklari bilan. Yuzalari bor uni facies lateralis yonga qaragan, facies temporalis chakka tomonga qaragan va facies orbitalis ko'z kosasini hosil qilishda qatnashadigan yuzasi. Va o'siqlari bor processus frontalis hamda processus temporalis. Mana bu joyda yonoq suyagini ko'rishimiz mumkin. Lateralroq tarafda joylashyapti. Birikyapti. Demak, ko'ryapmiz chakka, yuqori jag', peshona suyaklari bilan. Yon tarafdan ko'rinishi. Ko'z kosasini hosil qilyapti mana ichki yuzasi. Davom etamiz. Bu joyda ossigomaticumni o'sha aytgan yuzalarimiz ko'rsatilgan. Demak, facies lateralis, facies orbitalis va facies temporalis. Facies temporalis chakkaga qarab turadi. Va yana buni ko'rish processus temporalis qismi orqaga yo'nalib, chakka suyagidagi processus zygomaticus bilan birikib arcus zygomaticusni hosil qiladi, yonoq suyagini. Esingizda bo'lsa, chakka suyagida demak yonoq o'sig'i bor edi. Processus zygomaticus degan. Yonoq suyagida processus temporalisi bor. Ikkalasi qo'shilib arcusni hosil qiladi yon tarafda, yoy ravoqni hosil qiladi. Mana bu qism processus frontalis, mana bu joyda yashilga ko'rsatilgani processus temporalis. Har bir yonoq yuzasida bittadan teshigi bor. Ya'ni foramen zigomatico-faciali deymiz, bu lateral, ya'ni yuzga qaragan yuzasida joylashadi, yonoq yuz teshigi. Foramen zigomatico-temporali bor, bu yonoq chakka teshigi chakka yuzasida joylashgan. Endi foramen zigomatico-orbitali bor, yonoq ko'z kosasi teshigi ko'z kosasiga qaragan yuzada joylashadi va shu teshikdan davom etgan kanal ikkiga ajralib, mana bu lateral va chakka teshiklariga ochiladi. Mana qaranglar, foramen zigomatico-faciali va bundan tashqari ko'z kosasi yuzasida ham ko'ramiz foramen zigomatico-orbitali.
tangna orqa yuzasida foramen zigomatiko temporali bor chakka yuzasida. Demak, hammasi mana bu zigomatiko orbitalidan boshlanib davom etar ekan. Ko'z yosh suyagi os lakrimali, bular kichik suyaklar. Demak, os lakrimali bir juft bo'ladi, to'rtburchak shaklidagi yupqa, nozik plastinka. Old va pastki tomondan ustki jag' suyagining peshona o'sig'i bilan birikib turadi. Ko'rdik, ustki jag' suyagini orqasida shu ko'z yosh suyagi turgan edi. Orqa tomondan g'alvirsimon suyakning ko'z kosasi plastinkasi lamina orbitalis ossis etmoidalis bilan birikadi. Yuqoridan peshona suyagining ko'z kosa qismining ichki chekkasi bilan chegaralanadi. Unda nima bor? Crista lacrimalis posterior. Anteriori qayerda edi? Yuqori jag' suyagining processus frontalis qismida. Bularni eslab bir-biriga birlashtirib ketamiz. Hamulus lacrimalis qismi bor. Ko'z yosh suyagining ilmog'i orqa qirraning pastga davom etadi, ilmoq hosil qilib qo'yadi. Sulcus lacrimalis ko'z yosh egati orqa qirraning oldida joylashadi. Oldingi qirraning orqasida edi. Ya'ni mana bu crista lacrimalis posterior va crista lacrimalis anterior orasida joylashadi. Bu sulcus lacrimalis va aynan shu joyda fossa sacchi lacrimalis ham hosil bo'ladi. Fossa sacchi lacrimalis ko'z yosh xaltasining chuqurchasi. Ko'z yosh suyagi va yuqori jag' suyagi egatlari qo'shilishidan hosil bo'ladi. Demak, sulcus lacrimalislar qo'shilib qopcha joylashadigan chuqur hosil qilyapti. Qopchada ko'z yosh suyuqligi to'planib turadigan joy vazifasini bajaradi. Ko'z yosh bezi bilamiz. Ko'z kosasi bo'lsa uning lateral tarafda tepada joylashardi. Qopcha endi medial tarafda pastda joylashyapti. Mana ko'z yosh suyagi mana bu yashil rangda. Ko'ryapmiz? Peshona o'sig'ida joylashyapti, peshona o'sig'i bilan birikayapti, orqadan demak g'alvirsimon suyak bilan yuqoridan peshona suyagi bilan birikib turibdi. Mana o'sha suyakni alohida ajratib qo'yganimiz. Sulcus lacrimalis qismi. Sulcus lacrimalis va crista lacrimalis posterior qismi. Posterior kelib mana bu hamulus lacrimalisni hosil qilib qo'yapti. Oldida ham bunday crista bo'ladi, yuqori jag' suyagida joylashgan u crista orasida fossa sacchi lacrimalis. Keyingi suyagimiz kichik suyak, bu ham burun suyagi os nazali, os lacrimali deb qo'yilibdi. Burun suyagi bo'ladi, os nazali adashib ketilgan bir juft suyak to'rtburchak shakldagi yassi plastinkadan iborat. Ikki tomondan medial qirrasi orqali o'zaro birikib burun orqasini hosil qiladi. Burunning orqasi degani shu bizga ko'rinib turgan qattiq qismi oldi tarafdagi, biz yuzimizdagi. Xo'p, medial tomondan bir-biri bilan tutashdi. Yuqorgi qirrasi peshona suyagining burun qismiga birikadi. Lateral chekkasi yuqori jag' suyagining peshona o'sig'iga birikadi. Pastki qirrasi erkin bo'ladi. Burun teshigini yuqori tomondan chegaralab turadi. E'tibor beringlar mana. Xuddi shu gapirgan narsalarimiz bu yerda ko'rsatilgan. Mana yuqorgi qirrasi peshona suyagi bilan, yon tarafdan yuqori jag'ning peshona o'simtasi bilan o'zaro medial tarafdan o'zaro birikyapti va pastki tomoni erkin turibdi. Ikkala burun suyaklarini. Va yana nimasi bor? Bu suyakda qanday qismni ko'rishimiz mumkin? E'tibor beramiz. Sulcus etmoidalis. G'alvirsimon suyak egati bor. Oldingi g'alvirsimon nervning burun tarmog'i uchun va foramen nazali bor. Burun teshigi. Oldingi g'alvirsimon nervning tashqi burun tarmog'i o'tadi bu joydan. Mana bu rasmda ko'rishimiz ham mumkin. Foramen nazal foramen nazalis degani oldingi tomondagi teshiklar. Endi sulcus etmoidalislar ichki yuzasida joylashadi. Nerv o'tadi dedik bu joydan. Mana joylashuviga e'tibor beringlar. O'rtadagi medial tomoni tutashyapti, pastki chekkasi erkin, laterali yuqori jag', tepasi peshona suyagi bilan birikadi. Dimoq suyagi vomer. Bu ham plastinka shaklidagi suyak, burun bo'shlig'ida joylashgan trapetsiya shaklida bo'ladi. Toq suyak, yakka suyak. Oldingi qirrasi orqali g'alvirsimon suyakning perpendikulyar plastinkasi bilan birikib turadi. Burunning suyak to'sig'ini hosil qilishda qatnashadi. Oldingi qirrasi deyapmiz, mana bunday qiya joylashadi-da. Oldingi qirrasida g'alvirsimon suyakning pastki plastinkasi joylashgandi, bilasizlar. Perpendikulyar plastika, lamina perpendikularis. Orqa chekkasi tekis bo'ladi, hovanalarni ajratib turadi. Ya'ni orqa chekkasida birorta suyak bilan birlashmagan, balki ikki tomonida ikkita teshik bo'ladi, hovana. Pastki chekkasi crista nazalis bilan birikadi. Crista nazalis ikkita suyakda bo'ladi. Birinchisi, yuqorida aytdik, crista nazalis yuqori jag' suyaklarining processus palatinus qismida bo'lardi. Bunday yuqorgi qirra. Va bundan tashqari yana bo'ladi crista nazalis lamina horizontalis ossis palatini. Uning orqasida joylashgan o'z palatinum bor, tangday suyagi. Uning ham lamina horizontalisini yuqori qismida crista nazalis bor. Ikkalasi birlashib umumiy crista nazalis hosil qiladi. Unga nima birikar ekan? Vomer suyagining pastki qirrasi. Tushunarlimi? Vomer suyagi shu ikkala suyak bilan birikdi. Ala vomeris bor, dimoq suyagi qanotlari suyakning yuqorigi orqa chekkasi kengayishidan hosil bo'lgan, ikkiga ajralib turadi. Va aynan shu ikkiga ajralgan joyga, mana bu ikkiga ajralgan bo'lsa, o'rtasidagi egatga nima kirib turadi? Tonasimon suyakning qirrasi bilan tumshug'i. Oldingi va pastki yuzalari kirib turadi, ya'ni. Mana qaranglar.
os et maydalini lamina perpendicularis ko'rsatilyapti. Yuqoriroq to'siqni hosil qiladi, burun to'sig'ini. Pastkiroq qismini burun to'sig'ini vomer hosil qilyapti. Tepa past deb joylaydigan bo'lsak shunaqa. Endi yon tarafdan qaraydigan bo'lsak mana vomer qiyshaqroq joylashgani uchun trapesiya singari. Oldingi yuzada mana bu g'alvirsimon suyakning perpendikulyar plastinkasi deb ataymiz. Yuqori qismini qaranglar, mana bu joyga qaysi suyak birikib turibdi. Ponosimon suyakning rostrum sfenoidali va crista sfenoidali qismlari kiradi. Mana bu alia qismiga. Pastki qirrasi qayerga birikyapti? Crista nasalisga birikyapti. Orqa yuzasi bo'lsa erkin. Mana tepada ko'rinyapti alia vomerisning o'rtasidagi sulcus vomeris. Orqa tomondan mana havoanalar ochilib turibdi vomerning orqasida. E'tibor beringlar. Lamina perpendicularis ostida vomer. Xuddi shu shaklda joylashyapti. Davom etamiz. Demak, tanglay suyagi, os palatinum haqida gaplashamiz. Os palatinum yoki tanglay suyagi juft suyak hisoblanadi. Buning ko'z kosasi, burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, qanot tanglay chuqurchasini hosil qilishda qatnashadi bu suyagimiz. Demak, e'tibor beraylik. Ko'z kosasida ham kichkina qismi bor, burun bo'shlig'iga qaragan qismi bor, og'iz bo'shlig'ini hosil qilishda qatnashyapti va tashqaridan qanot tanglay chuqurchasini ham har birini ko'rib chiqamiz. Ikkita plastinkadan iborat ikkita dona qism. Lamina horizontalis mana bu gorizontal qism va lamina perpendicularis mana bu tikka perpendikulyar joylashgan qismi. Mana ostki tomondan ko'rinish yuqori jag' suyagining alveolyar o'sig'ini orqasida gorizontal plastinkasi ko'rinyapti. Mana perpendikulyar plastinkasi. Bu ham yuqori jag' suyagining orqasiga birikyapti. Uning orqa tomonida bo'lsa haligi ponosimon suyakning qanotsimon o'siqlari joylashyapti. Mana tashqi tomondan qanot tanglay chuqurchasida ko'ringan yashil qismi. Lamina horizontalis, gorizontal plastinkada nimalar bor? Soddaroq tuzilgan. Oldingi tomondan ustki jag' suyagining tanglay o'sig'i bilan birikadi. Mana bu yashil rasmga e'tibor beringlar. Tanglay o'sig'i bilan birikdi. Medial tomondan esa qarama-qarshi plastinka bilan o'rta chokni hosil qilib birikadi va qattiq tanglayni vujudga keltiradi. Palatinum ossium mana medial tomondan umumiy o'zi sulcus bor. Bu sulcus yuqorigi jag' suyagining processus alveoliarislari orasida ham, tanglay suyagining mana bu plastinkalari orasida ham davom etadi. O'zaro birikadi ya'ni. Va orqa chekkasi silliq va erkin bo'lib, ko'ndalangiga bukilgan holatda bo'ladi. Mana bu orqa chekkasi. Qirg'og'i ya'ni orqa qirg'og'i. Xo'p, endi gorizontal qismda yuzalari mavjud. Facies palatina tanglay yuzasi. Tanglay qayerda bo'ladi? Og'iz bo'shlig'ida. Og'iz bo'shlig'iga qaragan g'adir-budur tarafi. Facies nasalis burun bo'shlig'iga qaragan yuzasi silliq bo'ladi. Crista nasalis bunda ham bor. Aytdik, burun qirrasi, medial chekkalar o'zaro birikadida, burun bo'shlig'iga qarab dimoq suyagi birikadigan qirra hosil qilib qo'yadi. Spina nasalis posterior aynan shu lamina horizontalisda joylashgan. Anterior qaysi suyak dedi? Yuqori jag' suyagida. Yuqori jag' suyagida oldida anterior bo'lsa, orqada posteriori tanglay suyagida. Mana qaranglar gorizontal qismini, lamina horizontalis, crista nasalis mana ko'rinyapti. Crista nasalis. Qismlari soddaroq, juda ko'p qismi yo'q bu qismni. Yana e'tibor beramiz. Spina nasalis posterior deyapmiz mana lamina horizontalisda. Mana crista va spina nasalis posterior orqada hosil bo'lyapti. Endi perpendikulyar qismida nimalar bor? Perpendikulyar plastinkada burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qiladi. Demak, burun bo'shlig'ining ikki yoni. Vomerga o'xshab markaziy qismi emas, ikki yoni. Burun bo'shlig'ining lateral yuzasida hosil qiladi. Uning o'zining ham ikkita yuzasi bor. Ikkisi perpendikulyar-ku, lateral yuzasi bor. Facies maxillaris deymiz, yuqori jag' tomonga qaragan. Endi unda sulcus palatinus major bor. Eslaymiz, yuqori jag' suyagining tanasining orqa tomonida ham sulcus palatinus major bor edi. Ustki jag' bilan ponosimon suyak, ponosimon suyakning qanotsimon o'simtalarida ham sulcus palatinus major bor. Hammasi birlashib canalis palatinus majorni hosil qiladi. Katta tanglay teshigi kanali. Foramen palatinum majus ham bor, katta tanglay teshigi, katta tanglay kanalining ochilish joyi bu. Medial yuzasida nimalarni ko'ramiz? Medial yuzasi endi burunga qaraganligi uchun crista etmoidalis bo'ladi. Crista etmoidalis yana qaysi suyakda bor edi? Yuqori jag' suyagining processus frontalisida ham bor edi. Orqaga davom etadi qaysi suyakka? Lamina perpendicularis ossis palatinusga. Va crista conchalis bor, chig'anoq qirrasi, pastki burun chig'anog'i birikadigan qirra, bu ham yuqori jag' suyagining tanasidan boshlanardi. 3 ta o'sig'i bor. Lamina perpendicularisning yuqori tomonida. Processus 3 ta o'sig'i bor, ikkitasi yuqorida. Processus pyramidalis, ya'ni piramidasimon o'sig'i tanglay suyagi perpendikulyar va gorizontal plastinkalari birikadigan joydan orqaga, pastga va lateralroq tomonga chiqadi. Orqaga, pastga, lateral deyapmiz mana. Ham orqaga, ham pastga, ham biroz lateralroq, tashqariroq qismga yo'nalganligi uchun shunday deyapmiz. Shakli piramidaga o'xshaydi. Ponosimon suyak qanotsimon o'sig'ining medial va lateral plastinkalarining orasiga kiradi. Birikadi ya'ni shular bilan. Ularning ichidan canalis palatini minoris, kichik tanglay teshiklari
kanallari o'tadi va foramina, palatina minora kichik tangli teshiklariga ochiladi. Mana bu joy kanallari bo'lishi kerak. Mana bu joyda, mana bu qism birikadi qanotsimon o'siqlar bilan va bu joydan kichik tangli kanallari va ularning teshiklari bo'ladi. Xo'p, yana processus orbitalis. Ko'z kosasi o'sig'i bor. Oldinga va lateralga qaragan yo'nalgan o'sig'i. Hozir ko'ramiz buni. Ko'z kosasining pastki devorini hosil qilishda qatnashadi. Processus sphenoidalis bor. Ponasimon o'siq. Orqaga va medialroq tomonga yo'nalib, ponasimon suyak tanasining pastki yuzasiga birikib turadi. Bundan tashqari insizura sfenopalatina bor. Pona tanglay o'ymasi ko'z kosasi o'sig'i bilan ponasimon o'siqni o'rtasidagi mana bunday o'ymacha. Foramen sfenopalatinum bor, ponasimon tanglay teshigi. Insizura sfenopalatinum bilan ponasimon suyak tanasi qo'shilishidan hosil bo'ladigan teshik. Mana e'tibor beringlar. Yuqorigi qismida mana foramen processus orbitalis joylashyapti. Lateralroq va oldingi qismda va orqaroqda va medialroqda processus sphenoidalis. Ikkalasining orasida insizura sfenopalatina mana ko'rinyapti. Insizura sfenopalatina. Bundan tashqari medial yuzasida nimalar bor? Crista etmoidalis hamda crista conchalislarni ko'ryapmiz. Orqa tomonda endi o'sha piramida qismini ko'rishimiz mumkin. Processus piramidalisni. Demak, yuqorida yuz suyaklarining ma'lum qismlarini ko'rib chiqdik. Keyingi qismda qolgan suyaklarni ko'rib chiqamiz. Alloh taolo olingan ilmlarimizni xayrli, barakotli ilmlardan qilsin.